Boyaz Bustamiy Hazrat buyuk ulug' avliyoulloh zot bir kuni bir davrada o'tirganda, shunda bir odam beodoblarcha davra odobi ham o'rgatilishi kerak ekanda. Oyog'ini uzatib o'tiribdi katta davrada. Masalan, nosog'lom bo'lsa boshqa gap. Oyog'ingizni yig'ishtiring deb aytdi. E'tiborsizlik qildi. Oyog'ingizni yig'ishtiring. Yig'ishtirmayman dedi. Yig'ishtira olmaysan ham dedi keyin. Boyaz Bustamiy Hazrat. O'sha davradan u odam oyoqqa turganda deydi, o'rnidan turganda, keyinchalik ziyofatda gap. Oyog'i bukilmay qoldi. Va eng qizig'i umr davomida shunday yurdi. Oradan yillar o'tdi, farzandlarida ham shu, nevarasida ham shu va 7 avlodiga bu kasallik irsiy davom etdi. O'sha 7-avlodni ko'rgan bir odam shu orif zotlardan biridan so'ragan ekan. Hazrat, u xato, u bobosi 7-bir bobosi o'tgan bo'lsa, ularni gunohi nima desam, Xudoning do'stlarini kamonidan otilgan o'q uzoqqa boradi deb